إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. Qur'onni haqiqatan biz nozil qildik va cho'qim uni qo'g'daymiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli o'rganguvchi qarindoshlar, o'tgan soatlik darsimizda biz harflarningki qo'sh harakatlik holatini o'rgandik. Bugun inshaalloh darsimizni oxirini davomlashtiramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Biz o'tgan soatlik darslarimizni bir eslab baqsak, biz boshda harflarningki asli otilishi, ya'ni arab tilidagi shu 28 harfningki asli otilishini o'rgandik. Undan keyin harflarningki boshqa harflar bilan birikib kelgan chog'dagi shakllarini o'rgandik. Undan keyin harakatlik holatini o'rgandik. Ya'ni fatha, kasra, damma. Undan keyin biz qo'sh harakatlik holati, ya'ni dozabar, dozir, dopesh, ya'ni fathatayn, kasratayn, dammatayn. Hamda bugungi darsimizda biz umumiy mashq, shu o'tgan darslarningki hammasininki yig'ishtirib bir mashq, ya'ni ko'nikma. Ya'ni buningda harfningki harakatlik holati va qo'sh harakatlik holati hammasi umumlashgan kalimalar, ya'ni so'zlar bilan tanishib chiqamiz. Birinchisi mana bu alif, bu zabar. Buni biz qanday o'rgandik? Alif zabar a. Alif zabar a. Keyingi harf nima? Ba. Shundaymi? Ba zabar ba. Ba zabar ba. Aba. Aba. Dal do zabar dan. Dal do zabar dan. Abadan. Abadan. Keyingisi alif zabar a. Alif zabar a. Ha zabar ha. Aha. Dal do pish dun. Ahadun. Ahadun. Mana bu alif zabar keldi. Alif zabar a. Zal zir vi. Zal zir vi. Avi. Avi. Nun zabar na. Avina. Avina. Keyingisi alif zabar a. Mim zabar ma. Ama. Ra zabar ra. Amara. Alif zabar a. Nun zabar na. Ana. Ana. Ba zabar ba. Kha zir khi. Bakhi. Lam zabar la. Bakhila. Bakhila. Ba zabar ba. Ra zabar ra. Bara. Ra zabar ra. Barara. Ta dozir tin. Ta dozir tin. Bararatin. Bararatin. Jim zabar ja. Ayn zabar a. Ja'a. Lam zabar la. Ja'ala. Ja'ala. Mush bo'yicha o'qisak bo'ladi inshaalloh. Unda bo'lsa balli bilan birlikda mashq qilamiz. Balli sizlar jalloq o'qiysizlar. Keyingisi jim zabar ja. Jim zabar ja. Jim zabar ja. Jim zabar ja. Mim zabar ma. Mim zabar ma. Mim zabar ma. Mim zabar ma. Jama. Jama. Ayn zabar a. Ayn zabar a. Jama'a. Jama'a. Ha zabar ha. Ha zabar ha. Sin zabar sa. Sin zabar sa. Hasa. Hasa. Dal zabar da. Dal zabar da. Hasada. Hasada. Ha zabar ha. Ha zabar ha. Shin zabar sha. Shin zabar sha. Hasha. Hasha. Ra zabar ra. Ra zabar ra. Hashara. 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 Hashara.
Xa zeber xa. Xa zeber xa. Xa zeber xa. Xa zeber xa. Shin zir shi. Shin zir shi. Xashi. Xashi. Ya zeber ye. Ya zeber ya. Xashiye. 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 Xa zeber xa. Xa zeber xa. Lam zeber la. Lam zeber la. Xale. Xala. Qaf zeber qa. Qaf zeber qa. Xalaqa. Xalaqa. Xa xapşxu. 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 Lam zirli. Lam zirli. Lam zirli. Lam zirli. Xuli. Xuli. Qaf zeber qa. Qaf zeber qa. Xuliqa. 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 Zel zeber ze. Zal zeber za. Zel zeber ze. Zal zeber za. Kaf zeber ke. Kaf zeber ka. Zeke. Zeka. Ra zeber ra. Ra zeber ra. Zekera. Zekara. Zekera. Zekara. Ra zeber ra. Ra zeber ra. Ra zeber ra. Ra zeber ra. Fa zeber fa. Fa zeber fa. Rafa. Rafa. Ayn zeber a. Ayn zeber a. Rafa'a. Rafa'a. Ra zeber ra. Ra zeber ra. Qaf zeber qa. Qaf zeber qa. Raqa. Raqa. Ba zeber ba. Ba zeber ba. Raqaba. Raqaba. Ta dozirtin. Tadozidin. Raqabatin. Raqabatin. Qarindoshlar, unda bo'lsa, buni oxiridagi mashqlarni hammasini mush ulgi bo'yicha mashq qilasizlar. Biz buni arabcha atalg'ular bo'yicha, ya'ni fatha, kasra, damma, fathatayn, kasratayn, dammatayn degan mush atalg'ular bo'yicha o'qiymiz. Birinchi kalima buning beshidagi hamza. Shundaymi? Biz hamzani bilamiz. Ustidagi fatha. Biz buni o'rgandik. Hamza fatha deb o'rgandik. Shundaymi? Hamza ustidagi fatha. Hamza fatha mush bo'yicha o'rgandik. Uning keyingisi harf ba. Buning ustidagi harakat nima? Fatha. Ba fatha ba. Ba fatha ba. Mush bo'yicha o'rgandik-ku. Ham ikkini bir yig'laymiz. Mavu a, mavu ba. Aba. Aba. Mavu hamda keyingisi dal. Buni harakati qo'sh harakat, ya'ni dal fathatayndan. Dal fathatayndan. Mush bo'yicha o'rgandik-ku. Hamda uchini yig'laymiz. Uch bo'g'imni. Abadan. Abadan. Mush bo'yicha o'qiymiz. Boshda har bir harfning harakatini qo'shib turib ataymiz. Keyinidan yig'inchoqlab, natijani biroqla bir kalimani yig'inchoqlab bilan ataymiz. O'shana bilan inshaalloh to'g'ri o'qigan bo'lamiz. Birinchisi, yana bir deymiz. Hamza fatha a, ba fatha ba, aba, dal fathatayn dan, abadan. Uch bo'g'imliq kalima ekan. Abadan, abadan. Mana shu bo'yicha. Endi ikkinchisiga qarab baqsaq, mana birinchi harf hamza. Buning ustidagi fatha. Shundaymi? Hamza fatha a. Hamza fatha a. Bosh qanday o'rgangan bo'yicha bo'lsak, shu ohang bilan o'qiymiz. O'zgartirib o'tishga bo'lmaydi. Hamza fatha a. Keyingi harf ha. Buning ustidagi fatha. Ha fatha ha. Ha fatha ha. Aha. Ikki bo'g'im. Aha. Dal dammatain dun. Dal dammatain dun. Ahadun. Ahadun. Mana mush bo'yicha. Boshda har bir bo'g'imni ayrim harflar bilan, ya'ni harakatlar bilan qo'shib deb olamiz. Keyinda bir kalimani biroqla jo'g'lablan natijasini chiqaramiz. Endi mana 3-kalimaga qaraydigan bo'lsak, endi buningda cho'ng harflar va kichik harflar aralashib kelgan. Endi bunda kelgan vaqt qanday qilamiz desanglar, cho'ng harfni cho'ng, kichik harfni kichik o'qiymiz. Buni hargiz aralashtirib o'tishga bo'lmaydi. Cho'ng harfni cho'ng, kichik harfni kichik o'qiymiz. Masalan, bechadagi hamza bu kichik harf, hamza fatha a, hamda kho cho'ng harf bu. Kho
kha fatha kha kha kichkarib kha cho'ngarib kha kha desak to'g'ri bo'ladimi o'sha yerda xato kha emas kha chunki kha cho'ngarib kha val fatha va akhadha keyingisi hamda mush bo'yicha men mush tartib bo'yicha o'qiyverman o'rganguchi qarindoshlar menga kishi o'qisangiz bo'ladi hamza fatha val kasra vi avi nun fathana avina 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 همزة فتحاء ميم فتحامة أما را فتحارة أمر 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 همزة ما يدا را دقت قلنا رانı biz qanday deb aytdik bu ba'zida cho'ng ba'zi kichik harflar shundaymi ra ba'zida cho'ng ba'zi kichik harf harflarni biz boshda 3 ga bo'ldik doim cho'ng bo'ldi harflar ba'zida cho'ng ba'zi kichik bo'ldi harflar va doim kichik bo'ldi harflar deb hamda ma ra ba'zida cho'ng ba'zi kichik harflarning ichidagi ikkisidan birisi alif bilan ra ba'zi cho'ng ba'zi kichik harf shundaymi ra qanday vaqtda cho'ngda bu ra fatha bilan dammalik holatida ra'ni cho'ng qilamiz ya'ni ra ru kasralik holatida amma kichikda shundaymi ri shunga mayada alayda diqqat qilamiz ra fatha ra ra emas ra fatha ra desak xato ra fatha ra amara amara mush bo'yicha ma'lum unda bo'lsa bolalar bilan birlikda mashq qilamiz o'rganguchi qarindoshlar bizga ergishib birga mashq qilsangiz bo'ladi unda bo'lsa bolalar menga ergishib o'qiysizlar juma hamza fatha hamza fatha nun fathana ana yaxshi endi mayadagi alif mana biz nun fathana dedik shundaymi ma alif keyinda bir dugulak bir belgi bor bu belgi o'qilmaydi mush belgi qo'yilgan har qanday bir harf o'qilmaydi masalan ma alifni tepsiga mush bel qo'yildi-ku demak ma alif o'qilmaydi yoziqda yozilgan bilan amaliyotda amal qilmaymiz shunga nun fathana deymiz alif chiqib qoladi ana tushundingizmi keyingisi ba fatha ba kha kasra khi bakhi lam fatha la bakhila yaxshi endi ma keyingisida mayada roning cho'ng olti keldi ham shunga diqqat qilaylik ba fatha ba ra fatha ra bara ra fatha ra barara ta kasratin tin bararatin mayada ra fatha keldi ya'ni cho'ng qildi ya'ni bir ra keldi keyindan bu fathalik holatida cho'ng qildi shundaymi ba kichkarib ba ra tin bararatin 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 mush mashq qilamiz bilal sen bir daqiqa bararatin 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 abdullah bararatin 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 yaxshi mana mush bo'yicha ba'zida cho'ng ba'zi kichik harflarninki cho'ng kichik qilish holatini almashtirib o'tmasak bo'ladi almashtirib qo'ysa xato bo'ladi undan bo'lsa keyindiki jim fathaja jim fathaja ayn fathaa ayn fathaha ja'a ja'a lam fathala lam fathala ja'ala ja'ala yaxshi jim fathaja jim fathaja mim fathama mim fathama jama jama ayn fathaa ayn fathaha jama'a jama'a
Jama'a. جمع Aynni jalliq chiqaring. Og'zingizni ichib. Jama'a. جمع Yaxshi. Jalliq o'qinglar. Ha fatha ha. ها فتحة Sin fatha sa. سين فتحة Hasa. حسا Dal fatha da. دال فتحة Hasada. حسد Hasada. حسد Yaxshi. Ha fatha ha. ها فتحة Shin fatha sha. شين فتحة Hasha. حشا Ra fatha ra. را فتحة Hashara. حشرة Yaxshi. Mushahada biz hashara desak to'g'ri bo'lamdi? Bilal? Xato. Shundanmi? Nimishqa? Ha, chunki ra bu yerda cho'ng o'qiladi bu yerda. Hashara. Hashara. Ra fathalik oldi cho'ng. Shundanmi? Hashara. حشرة Hashara. حشرة Bugungi darsimiz mushahada oxirlashdi. Keyingi sanatlik darsimizda ko'rishamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.